Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarga dahshatli falokat haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like tugmachasini bosib qoldiring. Bugun 8-yanvar kuni Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumani Onyx avtomobili gaz 63 yuk mashinasi bilan to'qnashib ketdi va oqibatida bir fuqaro vafot etdi. Bu haqda poytaxt yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, soat 05:00 larda Mirzo Ulug'bek tumani Yangi O'zbekiston ko'chasining 2-darajali yo'lida 2004-yilda tug'ilgan haydovchi Onyx rusumli avtomashinasini boshqarib ketayotib yo'l boshqaruvini yo'qotgan hamda yo'l chetida harakatsiz to'xtab turgan gaz 63 rusumli yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgan. Yo'l-transport hodisasi oqibatidan Onyx rusumli avtomashina yo'lovchisi olgan tan jarohatlar oqibatida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 2026-moddasi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish 2-qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda.